Bizani Qo'qon shahrida ham chiroyli ovqatlanadigan joylarimiz bor ekan. Ko'rib juda ham xursand bo'lyapman. Turkiyani aurasi kelib qolgandek. To'g'risi, choy gap bo'lishi mumkin emas. Muomala вообще Muomalasi yaxshi. Уже e'tibor bergandan bildim. Kulib qarayapti, boshqa qilyapti. Muomalaga ham ko'p narsa bog'liqda. O'qirib tursa, u deb tursa, nechi pul deb yo joy bormi desak, unda u bo'lmaydi. Ming chiroyli bo'lsa ham, muomalasi xunuk bo'lsa, u joy yurmaydi. Mazali. Biz hozir Don-Donyerdamiz. Ikkinchi filialda, birinchi filialda odam ko'p ekan, joy yo'q. Yo'limiz ustida ikkinchi filial chiqib qoldi. Charxiymi bu? Sportivnaymi? Sportivnay. Muomalasi yaxshi ekan. Muomala madaniyati, chunki Qo'qon shahri turizm markazi bo'lgandan keyin xohlaysizmi, xohlamaysizmi, birinchi o'rinda muomala madaniyatini to'g'ri yo'lga qo'yishingiz kerak. Ayrim qovoqni o'yib muomala qiladigan tadbirkorlarimiz o'shandagina ishingiz yurishadi, o'shandagina sizni joyingizga odamlar oqimi ko'payadi. Sanab aytasan-ku, bitta magazinchani doim boraman. Nima uchun? Sen muomalasi uchun deyapsan-da. Rahmat. Ha. Aha. Sebastian. Arzimagan narsaga ham boradi. Nimaga? Yonimizda magazin bor desam, yo'q, muomalasi yaxshiligi uchun ham boraman dedi. Shuning uchun muomalaga ham ko'p narsa bor. Magazincha u. Magazincha kichkina. Bizga o'xshab katta magazin emas. Mahallachida magazincha muomala hisobiga borish kerak. Уже muomala madaniyatini rivojlantirish shart. Savdogarlarimiz ham, hammamiz ham bir-birimizga kulib boqishimiz kerak. O'qirib qaraydiganlarimiz ko'p, haydovchilarimiz ham. Uyingizdagi muammo uyingizda qolaverishi kerak-da. U siz yoki boshqaga xunuk qarasangiz, biz arpangizni xomam urganimiz yo'q, sizga yomon ish qilganimiz yo'q. Shuning uchun kulib qarang insonlarga, yo'lingizdan chiqib qolganlarga. Qo'qonimizda tayyorlangan, Don-Donyerda tayyorlangan cheesecake ananaslik. Nima uchun ananaslik tanladim? Diyetga yaqinroq, kisloy nimasi borligi uchun semirishga unchalik nima deydi? Semirtirmaslikka harakat qiladi. O'z ta'mini ham ko'ramiz. Qo'qon shahri tadbirkorlari ham San Sebastianda, Toshkentdan a'lo darajada pishirishyapti. Yo'q, va narxlari juda ham cho'ntak bor. 35 mingdan 45 ming so'mgacha. Agar Qo'qon shahrida turizm markazi bo'lganligi sababli yana bitta choy berasizmi? Da, turizm markazi bo'lganligi uchun bu yerda ko'plab shu ovqatlanishni ochayotgan tadbirkorlarimiz birinchi o'rinda tozalikka, ikkinchi o'rinda muomala madaniyati, uchinchi o'rinda servischilik qilsa, vaqtida qilsa, haligi iste'molchilarni kuttirib o'tirmay va kulib boqsalar, yana ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Один или два? Нет, одинcha. Хорошо. Aha. Shuning uchun Qo'qon turizm markazi bo'lganligi uchun mana hozir ko'plab chet davlatliklar kelib xursand bo'lib ketishyapti. Shuning uchun yana ham yangiliklar yaratishlariga tilakdosh bo'lib qolamiz. Tadbirkorlarimizni bunga keng imkoniyatlar ochilgan. Misol uchun kafe ochaman deysizmi, mehmonxona ochaman deysizmi yoki bir spasiba ana nima qilsanglar ham turizm boshqarmasi tomonidan hamda shahar hokimligi tomonidan va banklar tomonidan bemalol
kreditlar olib, yordamlar olib, ishingizni davom ettirishingiz mumkin. Shu o'rinda Qo'qonlik ko'plab tadbirkorlarga mana shunaqa xushmuomalalik, insonlarga kulib boqib qaraydigan tadbirkorlarimizga rahmat aytaman. Sog' salomat bo'linglar. Nafaqat turistlar uchun, o'zimizni Qo'qon xalqiga ham, o'zimizni shu xalqimizga ham chiroyli xizmat ko'rsatib, narxlarni cho'ntakbop qilsanglar, hamma xursand bo'ladi, hamma duo qiladi. Rahmat, sog' bo'linglar. To'g'risi, men hozir bu yoqqa kelib maza qilib dam olyapman. Sizlar ham mana shunaqa chiroyli joylarga munosibsizlar. Hurmatli O'zbekiston xalqi, mana shunaqa chiroyli joylarda o'tirib, kayfiyat ko'tarib, hordiq chiqarishni istab qolaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ko'rishguncha. Bесплатно. Ha, va yana eng muhimi, Doniyor o'zida ish vaqti 8 dan kechki soat, tungi soat 2 gacha va shahar bo'ylab yetkazib berish bepul. Narxlari hamma narsa bor. Shirinliklar bu yerga kiritilmagan, lekin shirinliklar nimada yozilgan?